Assalomu alaykum qo'y-qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi eski bet qo'zi qo'chqordan bo'lsa bir chiroyli qilib boqib qo'yaman degan akalar uchun ola boqting, bola boqting degan joydan mana olani qarang. Jonivordi. O'zi oqlari ham bir ham boshqacha o'ziga yarashgan go'zal ekan. Xo'p, 9 bosh eski variantda qo'zlardan 9 oy 10 oylik atrofida. Xo'p, akalar bularni yosh oylari 9 oy 10 oylik atrofida. Orqa-oldi kelishgan ikki dumba, yorma dumba akalar. Kamyob sergo'sh variantdan so'ragan akalar uchun akalar sekin potensiya qilib ko'ramiz xolos akalar. Yangi partiya qo'zlarimiz, eski qo'zlardan so'ragan akalarga 9 bosh yetib kelgan akalar. Yosh oyligi 9 oy 10 oylik atrofida akalar. Bo'ylari 75 sm dan plus 80 gacha akalar. 75 plusga olib qo'rasizlar xolasa. Qo'ylar ozmoz yemini yeb turgan variant akalar. Xolasa bir qari jundishlar emas, junglar 0 ga olib tayyor holatda olasiz. So'raga tiqasiz, yemini berasiz va xolasa chiroyli qilib merdi berasiz. Qo'zlar ham chiroyli o'zgarib beradigan variantda. Sog'lom variantda akalar. O'ylanmasdan va xolasa telefonni qilaverasizlar. Soni mana 9 bosh akalar. Bir kishini qo'yib, yana 5 ta 4 ta olaman degan akalar uchun ham cheklov yo'q. Behizolat telefon qilib akalar aloqa chiqarasizlar. Narxi akalar 3 million 500 ming so'mdan. 38, 4 million yo'q akalar. Eski qo'zlar 10 oylik, 9 oylik atrofida, bo'ylari 75 plusdan akalar 3 million 500 ming so'mdan bir joyga bo'lsa, yana ozgina xayri bor. Dastlabki xizmati Toshkentgacha, vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni holatda yetkazib beramiz. Va xudo xolasa kelishilgan holatlarda. Xo'p, akalar aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa nomerlarni sizlarga qoldiramiz. Uylarimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizni qo'ramizda turibdi akalar, xudo xolasa qo'ylar go'zal edi.